insonlarni yaxshilikka chaqirib, eslatma qilyapganlar, Allohni eslatyapganlar. Bir narsani aniq tushunib bilib olishlari kerak ekanki, banda Allohga suyukli bo'lishi bilan dunyoda husumatchilardan xalos bo'lib qolmas ekan. Aksincha, gohida husumatchilar yanada ko'payar ekan. Ya'ni siz Alloh azza va jallaga yaqinlashib, insonlarga Allohni eslatib, Allohga chaqirgan saringiz, yaqinlaringiz, do'stlaringiz sizni malomat qila boshlashar ekan. G'iybatingiz qilinar ekan, xato kamchiliklaringiz qidirilar ekan. yoki o'tmishda qilgan gunohlaringizni eslab gapirishar ekan, hatto yuz-yuzga solishar ekan. O'sha ma'siyatlarda siz bilan birga bo'lishgan bo'lsa ham, vaholanki hamroh bo'lishmasa, u xatolarni qayerdan bilishardiki? Shuning uchun Allohga chaqirayotgan, Allohni eslatayotgan kishilar yaxshi bilishlari kerakki, dunyo amallarga mukofot beriladigan joy emas ekan. Alloh taolo Musa alayhisalom haqida shunday marhamat qilgan ekan. Seni yaxshi ko'rib, seni o'zgalar uchun ham suyukli qilib, senga o'z tarafimdan muhabbat soldim. Ya'ni Musa alayhisalom Allohga suyukli bo'lishlariga qaramay, husumatchilardan ko'p aziyat chekdilar. Hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: Alloh Musoni rahmatiga olgan bo'lsin. U biz ko'rgan aziyatdan ham ko'p aziyat ko'rdi va hammasiga sabr qildi deyiladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.